Ha bu qovog'ingdan qor yog'yapti. Ha, ko'rmaysanmi dadam? Dada, shuncha urush, shuncha yo'qotish, shuncha mehnat nima uchun desam, jahl ko'zi bilan qarab, o'g'lim hali sen yoshsan. Bu hammasi seni kelajaging uchun, kelajak avlod uchun shuncha harakat aslida dedilar. Nima? Shunchalik kelajak avlod shuncha harakatga, shuncha yo'qotishga arziydimi o'zi? Aytchi. Biz kelajak avlod ochig'i balki yarzir, balki yo'q. Yana bilmadim. Mana-da o'zing bilyapsan-ku. Yana kuni kecha avloningni otishdi. U bizga kerak edi. Juda kerak edi. Bizda avloniy nomi xuddi boshqalar kabi faqat o'qilmaydigan adabiyot kitoblarida mavjud. Ammo tillar va xotiralarda aslo esga olinmaydi. Bilmadim nega. Yana sizlardan uzr so'ramoqchiman. Sababi sizlar qurayotgan buyuk kelajakni kundan kun sayin barbod qilyapmiz. Kundan kun sayin. Shu sabab uzr so'ramoqchiman. Bilmadim nega unday bo'lyapti. Qaniydi, hamma ketganlar bitta uzr bilan qaytishsa. Ajoyib odamsan-da.